Bugun sizlar bilan ko'rib o'tadigan xonadonimizning lokatsiyasiga ortiqcha ta'rif berib o'tirmayman. To'g'rida 22-maktab asosiy yo'limiz Yangi bozorda orqasi va ushbu yo'lning yoqasidagi Zarafshon domlarini qarama-qarshisida joylashgan 7 qavatli liftli domimizning 3-qavatida bir xona, 2 xona qilsa bo'ladigan 60 kvadrat metr atrofidagi xonadonimizni arzon narxda sizlar bilan birgalikda ichki holatini ko'rib chiqamiz. Keling. Asosiy kirish eshigi, gabrazli koridorimiz hamda biz alohida yuvinish xonalari va oshxona qismini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat, bu yuvinish xonasi hamda hojatxonasini ko'rib o'tamiz. Keling. Alohida qilingan, kattaligi yaxshi, juda ham tor bo'lib qolmagan hamda oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Barcha ovqat tayyorlash sharoitlariga ega, xolodilniklari bor va biz derazadan Zarafshon domlarini hamda 22-maktabga ketish yo'lini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu domimiz pishganishdan qurilgan hamda duxkontrolli kotyol emas, sentralniga ulangan hisoblanadi. Ya'ni pastda umumiy общий kotyol bor, o'sha orqali isitiladi. Isitilishi demak juda ham zo'r. Egalar aytibdilar, isib ketadi deyaptilar uyda. Hamda kattagina shkaf qismi, bu yerda kiyimlaringizni saqlashingiz mumkin. Zal qismimizni ko'rib o'tamiz. Bu zalimiz balkonga ulangan holatda umumiy uzunligi 10 metrda tashkil qiladi. Mabodoga 2 ga bo'lib, mana bu joyimizni ikkinchi xona qilsangiz bo'ladi yoki bitta o'tirib dam oladigan zona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kichikroq joy hisoblanadi. Mabodoga yotoqxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda akfa bilan to'sgan holatda. To'g'rida esa 22-maktab ko'rinib turibdi. Yo'limiz ham marhamat ko'rsatib o'tasiz. Asosiy yo'l. Zerikkanlar bo'lsa ushbu balkon qismidan tashqarida bemalol tomosha qilishingiz mumkin. 450 million so'm ushbu xonadonimizda narxi 60 metr kvadrat atrofida. Kimga ma'qul kelsa, to'liq ma'lumot uchun pastda raqamlarimizni qoldiramiz. 270-300 million atrofida pulingiz bo'ladigan bo'lsa, qolgan qismini ipoteka qilish imkoniyati mavjud. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimizda raqamlarimizni qoldirdik. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Arzon narxdagi ko'chmas pul e'lonlarini ko'rib olasiz.